2026 Chevrolet Beat yangi avlod shahar avtomobili sifatida yanada zamonaviy dizayn va yaxshilangan texnologiyalar bilan taqdim etilmoqda. Ushbu model ixcham o'lchamlari bilan tor ko'chalarda harakatlanish uchun juda qulay, shu bilan birga tashqi ko'rinishi sport uslubida yangilangan. Old panjarasi va LED faralari avtomobilga agressiv va jozibador ko'rinish beradi. Yangi aerodinamik shakl yoqilg'i tejamkorligini oshirishga yordam beradi va haydashni yanada barqaror qiladi. Ichki salon ham sezilarli darajada yaxshilangan. Raqamli displey, sensorli multimedia tizimi va qulay o'rindiqlar haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Bluetooth, smartfon ulanishi va ovozli boshqaruv kabi funksiyalar zamonaviy foydalanuvchilar talablariga to'liq javob beradi. Bagaj hajmi kundalik foydalanish uchun yetarli bo'lib, kichik oilalar uchun ham mos keladi. Dvigatel qismi iqtisodiylik va samaradorlikka qaratilgan. 2026 Chevrolet Beat kam yoqilg'i sarfi bilan uzoq masofalarni bosib o'tishda ham foydali hisoblanadi. Yangi xavfsizlik tizimlari, jumladan ABS, EPT va havo yostiqchalari haydovchini ishonch bilan ta'minlaydi. Bu model yangi boshlovchi haydovchilar uchun ham juda mos variant hisoblanadi. Shahar ichida tezkor va oson boshqaruv imkoniyati, arzon xizmat ko'rsatish xarajatlari va zamonaviy ko'rinishi Chevrolet Beat'ni kundalik foydalanish uchun ideal tanlovga aylantiradi. Agar sizga ixcham, tejamkor va chiroyli avtomobil kerak bo'lsa, ushbu modelni albatta ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Agar sizga shunday avtomobillar haqida ko'proq ma'lumotlar yoqsa, Tarmax kanaliga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormang.